Nima uchun hamma yaxshi ko'radigan gelik $300,000 turadi? Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga 4 ta sababini aytib o'taman. Undan oldin videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Birinchidan, avtomobil dvigatelini robotlar emas, balki Mercedes-Benz kompaniyasining One Man, One Engine prinsipi asosida bitta inson noldan oxirigacha qo'l mehnati asosida yig'adi va motorni yig'ib bo'lgach, o'zining imzosi va ism familiyasi joylashtirilgan plastinkani dvigatelning ustiga yopishtiradi. Ikkinchidan, ko'p avtomobillar plastik va tunukadan iborat bo'lsa, uning asosi og'ir po'latdan yasalgan rama hisoblanadi. Shuning uchun ham 20 yillik qattiq ekspluatatsiyadan keyin ham avtomobil o'z yaxlitligini yo'qotmaydi. Uchinchidan, bu avtomobil ham sportkar, ham yo'l tanlamas hisoblanadi. Ikkita yo'nalishni bir vaqtning o'zida bittada mujassamlashtirgan. Va nihoyat to'rtinchisi, barcha yaxshi ko'radigan mana shu ovoz. Bu shunchaki oddiy ovoz emas. Bu status deganidir. Odamlar status hamda brend uchun ortiqcha $100,000 to'lashga tayyor. Xo'sh, sizningcha bu pulga bitta G63 olgan yaxshimi yoki 15 ta Chevrolet Onix? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosib, sahifamga obuna bo'ling.